Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? 8 mart ayollar bayramiga muborak bo'lsin. Ukraina va Rossiya vaziyatidan qisqa xabar. Rossiya armiyasi Ukrainaga tajovuz qilib kirgan kuniga bugun 12-kuni bo'ldi. Rossiyaning prezidenti Putin apandim Ukraina hukumatiga yana bir qitim suhbat qilish to'g'risida signal berdi. Ikki tarafni suhbatga aklash uchun Turkiyaning prezidenti Erdoğan efendini o'tirda elchilik qilib berishga taklif qildi. Agar suhbat bo'lsa, Putin efendimning o'tirga qo'ydigan yangi sharti bo'lsa, Rossiya tatib olgan Qrim rayonini Ukraina hukumati e'tirof qilish kerak. Uningdan boshqa Ukrainaning sharq tarafidagi yangidan e'lon qilgan ikki mustaqil davlatni Ukraina hukumati e'tirof qilsa, Rossiya armiyasi butunlay Ukrainadan chekinib chiqib ketar ekan. Boshqa sharti yo'q ekan. Putin efendim dastlabda Rus armiyasini Ukrainaga hujum qilgan vaqtida dastlabdagi suhbatlarda qo'ygan sharti nima deganda, agar Ukraina hukumati o'zining mavjudligini saqlayman desa, birinchidan Qrimni e'tirof qilish, ikkinchidan Ukrainaning sharqida yangidan mustaqil bo'lgan ikki rayonni e'tirof qilish, uchinchi Ukrainaning millatchilik va natsistlik qilmishlaridan to'xtash kerak, to'rtinchi Ukrainaning atrofdagi davlatlarga tahdid qiladigan harbiy kuchi bo'lmasligi kerak, beshinchi Ukraina davlati NATOga a'zo bo'lmasligi kerak deb shart qo'ygan ekan. Lekin bu qitim bu shartlarning hammasini ilib tashlab, faqatla Qrimni Ukrainaning sharqida yangi mustaqil bo'lgan ikki rayonni e'tirof qilsalar, urush to'xtaydi ekan. Putin efendimning bu qitim suhbat bo'lsa, qo'yiladigan yangi shartidan biz urush vaziyatining taraqqiyotini bilalaymiz. Agar suhbat bo'lib qolsa, Ukraina tarafdan qo'ygan sharti bo'lsa, birinchi Rossiya armiyasi Ukrainadagi urushni to'xtatib, butunlay Ukraina zamindan chekinib chiqib ketish kerak. İkinci, Rossiya hukumati Ukrainaning zamin butunligini hurmat qilish kerak, ham e'tirof qilish kerak. Uchinchi, Rossiya hukumati ochiq bayonot e'lon qilib, Ukrainaning sharq tarafidagi ikki rayonni mustaqil deb e'lon qilgan bayonotidan qaytish kerak. 2014-yili Rossiya hukumati urush qo'zg'ash orqali qonunsiz besib olgan Ukrainaning zamini bo'lgan Qrimni qaytarib berish kerak. Ukraina xalqi o'zining taqdirini o'zi belgilay xohlasa NATOga a'zo bo'la oladigan, xohlasa o'z oldiga atom qurollariga ega bo'la oladigan bir davlat ekanligini Rossiya davlati e'tirof qilish kerak. Ukraina davlatining har qanday ishlariga Rossiyaning aralish huquqi bo'lmasligi kerak. To'rtinchi, Rossiya davlati Ukraina davlatiga tajovuz qilib kirib, o'lgan insonlar va Ukraina davlatiga sog'an ziyonlarni butunlay to'lab qolmasdan, hamda bu urushni qo'zg'agan urush jinoyatchisini javobgarligiga tortish kerak. 5-chi, Ukraina davlati urushda ziyon tortgan va to'lam to'ltishni surishti qilish huquqi bo'lishi kerak. Mana bu Ukraina tarafining qo'ygan 5 cho'ng shart ekan. Endi biz buningdan urushning vaziyati qaysi tarafga foydali bo'layotganligini faraz qilsak bo'ladi. Hamda Rossiya hukumati Ukraina chegarasiga to'plagan armiyasini butunlay urushga otlantirdi ekan. Agar bu urush vaziyatni o'zgartirmasa, u chaqda Rossiya davlati og'ir talafotga uchraydi ekan.